Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan o'zbek tili leksikasi mavzusini ko'rib o'tamiz. Bugungi mavzumizning rejasi quyidagicha. Birinchi rejamiz qo'llanilishi chegaralangan va chegaralangan leksika. Ikkinchi rejamiz qo'llanilish davri chegaralangan leksika va uchinchisi qo'llanish doirasi chegaralangan leksika. Qo'llanishda chegaralangan leksika nima? Demak, ko'pgina leksimalar keng qo'llanishda, ya'ni iste'moldagi so'zlar hisoblanadi. Ma'lum bir vaqt nuqtai nazaridan yoki uslub nuqtai nazaridan hech qanday yoki hudud nuqtai nazaridan chegaralanmagan bo'ladi va asosiy so'zlarimiz xuddi shunaqa iste'moldagi so'zlar hisoblanadi va ayrim so'zlar esa qo'llanish doirasi ma'lum chegaralarga ega bo'ladi, ya'ni qaysilardir uslubiy chegaralangan yoki qaysilardir davriy chegaralangan bo'ladi. Shu haqida ko'rib o'tamiz. Demak, birinchisi qo'llanishi chegaralanmagan, ya'ni iste'mol leksika. Bu nima? Demak, qaysi kasb egasi, qaysi hudud vakili, qaysi yosh egasi bo'lishidan qat'iy nazar shu til vakillarining barchasi tomonidan ishlatiladigan so'zlar qo'llanish doirasi yoki chegaralanmagan yoki iste'moldagi so'zlar nomi ostida yuritiladi va bu qo'llanish doirasi chegaralanmagan so'zlar barcha so'z turkumlarida mavjud. Masalan, ol, ber, kel, o'tir, yoz kabi fe'l turkumiga oid, ota, ona, non, suv, kitob kabi ot turkumiga oid, shirin, achchiq, baland, past, katta, kichik sifat turkumiga oid, 1, 2, 3 son turkumiga oid, tez, sekin, asta ravish turkumiga oid. Demak, barcha turkumlarda bu kabi so'zlarni ko'plab sanashimiz mumkin bo'ladi. Qo'llanish chegaralangan so'zlarning o'zi bir necha turga bo'linadi. Bulardan birinchisi qo'llanish davri chegaralangan leksika. Demak, davr taraqqiyoti ijtimoiy hayotdagi o'zgarish tilning barcha sohalarida u yoki bu darajada aks etadi albatta, chunki bilamizki, til bu ijtimoiy hodisa, ya'ni jamiyat hodisasi. Jamiyat rivojlangani sari albatta til ham mos ravishda, parallel ravishda rivojlanib boradi va bu albatta tilda o'z aksini namoyon etadi. Albatta bu leksika sohasida yaqqolroq namoyon bo'ladi. Hozirgi tildagi eskirgan so'zlar, demak, davriy nuqtai nazardan eskirgan so'zlar, yangi so'zlar va betaraf leksika kabi 3 ta turga bo'lib o'rganamiz. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Davriy nuqtai nazardan 3 ga bo'lar ekanmiz. Yangi leksika, neologizmlar ham deb yuritiladi, eskirgan so'zlar va betaraf so'zlar. Betaraf leksika bu, hurmatli tinglovchilar, hozirgi kunda faol ishlatilayotgan zamonaviy qatlamga oid chegaralanmagan faol leksikaga oid so'zlar hisoblanadi va yuqorida sanagan so'zlarimizni aynan biz betaraf leksikaga kiritishimiz mumkin. Eskirgan leksika hozirgi kunda ishlatilmayotgan, ya'ni iste'moldan chiqqan so'zlarni o'z ichiga oladi va u albatta o'z o'rnida 2 ta turga bo'linadi. Tarixiy leksimalar va arxaik leksimalar kabi 2 ga bo'linadi. Tarixiy leksima nima? Hozirgi o'zbek tilida qo'llanmaydigan, demak, tarixda ishlatilgan faqatgina nom saqlanib, tarixiy atamalar sifatida yoki umuman qiziquvchilar o'rganadi va lekin aslida u nom yoki o'sha jismning o'zi ham bugungi kunda ishlatilmasligi mumkin va demak o'sha ishlatilmay qolgan jismning nomi o'z o'rnida kundalik turmushimizda ham qo'llanilmaydi, so'zlashuv uslubimizda, demak, va u ham eskirgan qatlamga o'tib qoladi. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Tarixiy so'zlar va arxaik so'zlarning asosiy farqi ham shunda bo'ladi. Tarixiy so'zlar o'sha jismning o'zi va anglatayotgan ma'nosi, umuman so'zning o'zi ham hozirgi kunda ishlatilmay qoladi. Masalan, sovut yoki qozi, qalqon, dubulg'a, amir, bey, xon, qul kabi so'zlarni oladigan bo'lsak, demak, bugungi kunda ular ishlatilmayapti. Masalan, o'sha sovut qadimda o'sha ishlatilgan yoki bargistuvon degan bir otlarga yopiladigan yopingichlar bo'lgan, hozirgi kunda ishlatilmaydi. Demak, yoki omoch degan bir o'sha dehqonchilik vositalarini olishimiz mumkin. Demak, bunda o'zi ham, nomi ham
ishlatilmayapti va demak tarixiy so'zlar tarixiy leksika qatlamiga mansub bo'ldi. Arxaizmlar demak tarixiy so'zlardan farqi o'z o'rnini boshqa leksimaga bo'shatib bergan bo'ladi. Ya'ni bunda ma'no saqlangan bo'ladi. Arxaizmlarda ma'no saqlanadi, faqatgina nom o'zgaradi. Tarixiy so'zlarda ma'no ham, nom ham eskiradi, ishlatilmay qoladi. Arxaizmlarda esa faqatgina nom o'zgaradi, ma'no saqlanadi. Masalan, qirg'ilach. Qachonlardir hozir biz qaldirg'och deb ishlatayotgan birligimiz qirg'ilach. Demak, qirg'ilach hozir ham o'sha qush nomini bildiradi, faqat biroz o'zgardi. Yoki ulus, xalq qadimda tarixda ulus deb yuritilgan bo'lsa, hozirgi kunda xalq deb berilyapti. Yoki sal oldinroq rayon, hozir tuman deb ishlatyapmiz. Oblast, hozir viloyat. Demak, lekin o'sha joy sifatida mavjud. Ya'ni faqatgina nom o'zgaryapti, u anglatadigan ma'no saqlanadi. Hech qanday o'zgarishsiz saqlanganda ham va shunisi bilan tarixiy so'zlardan farq qiladi. Demak, ular atash va vazifa simalari mushtarak birliklar hisoblanadi. Tilda bo'ladigan o'zgarish uzoq davom etadigan tadrijiy jarayon hisoblanadi. Eskirish ham xuddi shunaqa. Demak, tildagi so'zlar qanday sekinlik bilan o'zlashib tilga kirib kelsa, demak, eskirish holati ham xuddi shunaqa asta sekinlik bilan ishlatilmasdan tildan yoki iste'moldan chiqib qoladi. Yangi demak leksika yoki neologizmlar deb yuritiladi. New degani bilamizki, yangi degani tilda yangilik bo'yog'ini yo'qotmagan, hali kirib kelganligi unchalik ko'p bo'lmagan yoki yasalganligi unchalik ko'p bo'lmagan leksika, demak, yangi leksika hisoblanadi. Va yangi leksema va yangi so'zni albatta farqlashimiz lozim bo'ladi bu yerda. Demak, yangi leksema bu o'sha jamiyat a'zolari uchun xizmat qilayotgan leksema bo'lishi kerak. Ya'niki yasalgan bo'lsa ham, demak, u barchaga ma'lum va xotiramizda mavjud bo'lsa, demak, yangi leksema hisoblanadi. Faqatgina nutqiy jarayonda o'tkazilgan holatda bir marta, ikki marta ishlatilib qolishi ham mumkin. Demak, yasalgan bo'lsa, bu yasama yoki yangi so'zni hosil qiladi. Masalan, kitobcha. Kitobcha so'zi yangi so'z. Kitobcha holatda hali leksemada mavjud emas. Demak, yangi leksemani ikkiga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchisi sof yangi leksema, tilimiz uchun aslida begona yoki boshqa tildan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi. E'tibor beramiz sof yangi leksimalarga. Masalan, olishimiz mumkin leasing so'zini yoki market so'zini olishimiz mumkin. Telegram so'zini, WhatsApp so'zlarini olishimiz mumkin. YouTube so'zlarini olishimiz mumkin. Demak, bular yangi, sof yangi leksika hisoblanadi. Faollashgan leksema esa, demak, tilimizda oldin ishlatilgan, ma'lum davrda ishlatilmasdan tildan chiqib, yana ma'lum bir davrdan keyin qayta ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ana shunaqa leksika, demak, faollashgan leksema nomi ostida yuritiladi. Masalan, hokim yoki viloyat yoki tuman, oqsoqol, sardor kabi so'zlarni olishimiz mumkin. Tahlilga tortadigan bo'lsak, masalan, oqsoqol. Qadimda o'sha oqsoqollar kengashi yoki oqsoqol boshqargan, oqsoqol shunaqa yechim beribdi deb o'qiganmiz, eshitganmiz. Demak, oqsoqol qadimda ishlatilgan, ma'lum bir davrda ishlatilmadi va hozirgi kunda ham buni biz ishlatyapmiz. Xuddi shuningdek, vazir so'zi ham, demak, vazir so'zi, demak, tarixda ishlatilgan, biz o'qiganmiz, ertaklardan ma'lum yoki umuman tarixiy asarlardan ma'lum vazir so'zi ma'lum bir vaqtda ishlatilmay qoldi. Ya'ni ministr so'zi bilan yuritildi va hozirgi kunda yana vazir so'zini qaytarib oldik. Demak, bu kabi so'zlar faollashgan leksema hisoblanadi. Ya'ni tilda oldin mavjud bo'lgan, ma'lum bir davrda ishlatilmasdan yana qaytarib ishlatishimiz, demak, faollashgan leksema atamasi ostida yuritiladi. Qo'llanish doirasi chegaralangan leksikaning o'zi, demak, hurmatli tinglovchilar, 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi dialektal leksika, ikkinchisi terminologik leksika va uchinchisi noadabiy leksika. Demak, dialektal leksika nima? Demak, ma'lum bir hududdagina ishlatilib, shu hududdagilar uchun tushunarli bo'lgan
umumxalq tilining bir shakli bu dialektal leksika yoki shevaga xos so'zlar yoki hududiy chegaralangan so'zlar deb nomlanadi. Albatta har bitta joyning o'ziga xos so'zlari bor, o'ziga xos shevasi bor, ya'ni faqatgina shu hududga mansub bo'ladigan, shu hududdagilar uchun tushunarli bo'lgan qo'shimchalar bo'lishi mumkin, so'zlar bo'lishi mumkin. Demak, bu kabi leksika dialektal leksika hisoblanadi. Terminologik leksika bilamizki, termin so'zi demak ikki xil bo'ladi. Ikkiga ajratish mumkin. Adabiy tilga mansub terminologik leksika va dialektal terminologik leksika. Demak, o'sha ma'lum bir hududdagina ishlatiladigan terminologik so'zlar bo'lishi mumkin. Kasbga oid so'zlarni ham olishimiz mumkin. Masalan, qaysidir hududda o'sha kasbdagi ma'lum bir kasbdagilar ishlatiladigan shunaqa leksimalar bo'ladiki, u boshqa hududda va o'sha kasbda ma'lum bitta kasb bo'ladigan bo'lsa, bu hududdagilar uni boshqaroq nomda nomlab ishlatishi mumkin. Demak, termin bu kasb-hunar yoki ilm-fanga oid bo'lgan bir ma'noli so'zlarni o'z ichiga oladi va terminlar bilamizki, ikki xil yo'l orqali yuzaga keladi. Birinchisi, boshqa tillardan so'z olish natijasida terminlar hosil qilamiz. Masalan, biz morfologiya yoki sinteks desak, metafora, metonimiya, snegdoha yoki paleolit, mezolit deb oladigan bo'lsak, demak, boshqa tillardan so'z o'zlashtirish orqali qabul qilingan bu terminlarimiz. Ayrim terminlarimiz esa, demak, o'zimizdagi so'zlarimizning ma'nolarini maxsuslashtirish orqali yuzaga keltiriladi. Masalan, ot, sifat, son, so'z birikmasi, qo'shma gap, bog'lovchisiz qo'shma gap, ergashgan qo'shma gap, qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish va hokazo. Bu kabi terminlar o'zimizdagi tilimizdagi so'zlarning ma'nolarini maxsuslashtirish orqali ma'lum bir fanga oid terminni yuzaga keltirganmiz. Demak, o'z o'rnida terminlar yana ikkita turga bo'linadi. Ilmiy terminlar va kasb-hunar terminlari kabi ikkiga bo'linadi. Ilmiy terminlar demak ma'lum bir fanga oid terminlarni o'z ichiga oladi va barcha fanlar o'ziga xos atamalariga, o'ziga xos terminlariga ega bo'ladi. Va har bir kasbning ham o'ziga xos atamalari borki, o'sha kasbdagina ishlatiladi va o'sha kasbdagilar uchun, o'sha kasbdagi shaxslar uchun nutqida faolroq ishlatiladi. Boshqalar ham uni tushunishi mumkin, lekin nutq jarayonida kundalik turmushda u terminlarni boshqa o'sha kasb egalariga nisbatan kamroq ishlatadi. Jargonlar, demak, qo'llanish chegaralangan leksikaning bir turi bo'lib, ma'lum bir tabaqa vakillari tomonidan ishlatiladi. Masalan, talabalar jargoni yopmoq, sessiyani tugatmoq yoki yaxlamoq, imtihondan qaytmoq. Yoshlar jargonini olishimiz mumkin. G'isht, xunuk, sindirmoq, lol qilmoq. Harbiy xizmatchilar jargonini olishimiz mumkin. Masalan, ded yoki duh kabi. Duh demak yangi kelgan askar, shunaqa nomlangan. Argo, demak, fransuzcha argot so'zidan olingan bo'lib, ayrim professional yoki sotsial guruhning o'ziga xos tili bo'ladi, ya'ni yashirin til bo'ladi. Boshqa adabiy tildagi so'zlarni ishlatish mumkin, lekin adabiy tilda u boshqa ma'noni anglatadi. Bu guruh vakillari uchun boshqa ma'noni bildiradi. Shunaqa bir kodlashgan yoki yashirin ma'noli leksika hisoblanadi. Masalan, o'g'rilar nutqida mandarin, tilla, akula, panjarani kesish uchun moslama, kalamush o'z yaqinlarinikiga tushadigan. Umuman olganda, ular o'sha ma'lum bir kichik guruhlar uchungina xizmat qiladigan leksika hisoblanadi. Bundan tashqari, qo'llanishi yana chegaralangan so'zlarimiz borki, bular vulgarizm va varvarizm nomlari ostida yuritiladi. Demak, vulgarizm bu tilimizdagi so'kish, qarg'ish so'zlar hisoblanadi va bularning ham ishlatilishi chegaralangan so'zlar hisoblanadi. Varvarizm esa chetdan, boshqa tildan o'zlashgan, lekin adabiy til qabul qilmagan so'zlar sanaladi. E'tibor beramiz, boshqa tildan o'zlashgan so'zlar bu varvarizm emas. Masalan, paynet yoki internet, magistr, bakalavr kabi so'zlar ham o'zlashma, lekin bularni biz varvarizm deb olmaymiz. Varvarizm
demak tilga kirgan, lekin adabiy til qabul qilmagan so'zlar. Masalan, короче yoki зато, уже, так что kabi so'zlar demak lug'atlarimizda qayd etilmagan, adabiy til qabul qilmagan, lekin so'zlashuv nutqida ishlatiladi va bu ham shu o'rinda aytishimiz joizki, bu ham demak o'sha so'zlovchining milliy mansubligini ko'rsatishi mumkin yoki uning saviyasini ko'rsatishi mumkin. Demak, bunaqa so'zlarni, ya'ni tilni aralashtirib ishlatilish, bir tilga boshqa til vositalarini aralashtirib ishlatilish joiz emas. Nutqiy savodxonligini buzishga xizmat qiladi. Quyidagi savollarga javob berish orqali mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. Agar mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.